Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Kim subsidiya joy qidirib yurgan bo'lsa, yana bir kanal joy qidirib yurgan bo'lsa, hozir City'da, Al-Xorazm City'da aeroportning oldida sanab turibdi, bilasizlar. Nega ko'rib turamiz? 51-maktab yonidagi ish o'zimiz ko'rib turgan domnina. 98-dom polni kadastrlari chiqdi. Bir kanal joy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun yana oldindan to'lovsiz bir kanal kvartiramiz 5 tanasi bor. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajda subsidiya yana boshlang'ich to'lovsiz kvartiralarimiz chiqdi o'rtoqlar. Kimni qiziqtirsa, video o'tirib ko'ringlar. Narxlarni ham ichanda bir kanalning planini ko'rsatishda aytib o'tamiz. Ketdik. Yine dom misaldan yetib keldik o'rtoqlar. 1 podez, 2 podez yana. 2 podezli dom, 5 etajli uylarning balandligi 280 o'rtoqlar. Domimiz ham desa gazoblokdan solingan. Domni bir chiroyini, bir ko'z o'tali fasadini, polni merini. Yine domimiz polni domofonlashtirilgan. Domofondan bir qator ko'z o'tali. O'zingizning elektron ключingiz bo'ladi. Ключni terib ochaverasizlar. Hozir esa girdik, bir kanalning obzorini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, podezimiz yana kirib kelgandan keyin 4 tane eshikina. 1, 2, 3, 4. 4-inchisi bir kanali bo'ladi. Счетчиklari ichida уже qistirilgan turibdi. Svet uchovchik, suv uchovchik, gaz uchovchik hammasi qo'yilgan. Eshiklarimiz ham sifatli rossiyskiy eshiklardan, fabrikniy eshiklardan qo'yilgan. Bir dona, 2 dona zamoq. Bellar ham damirdan, ichama girgandan keyin bir yildan shilcha qo'ygan. Qanasi hozir girdik. Bir kanalning obzorini ko'rsatib o'tamiz. Kuxnyamiz mana gaz uchovchigi bilan turibdi, suv uchovchigi o'ngda ko'rsatib o'tamiz. Gaz uchovchik, suv uchovchik, o'tishkasi dabalana kerakli joyga kirib qolasizlar. Bunda suv uchovchigini, bunda kanalizatsiyasini balkondan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Balkonga chiqamiz bir. Aldi tarafimizda mashinstenka, plashatka, balloynidon, maktab, bog'cham orqa tarafimizdan maktab tarafdan ko'rsatishini. Hamma narsa bor. Bu yerda просто kvartirani olish kerak va yashash kerak. Kvartirani olib turib yashash kerak bu yerda. Mana bu tarafimizda bir spalnimiz, spalni ko'rsatsangiz, vanamiz tualet vani sal qarangroqina. Tualet vanimiz dum qarangroq, shuning uchun ishlatmışlar. Genda ko'rib nataverasiz. Hammasi kanalizatsiya, suv, svet, gaz, gap turibdi o'rtoqlar. Счетчики bilan birga.